Oldim aka. Nech bir o'sha? Endi Bitta bayroq ostidagi insonlar jang qilmasin deb muxlislar aytadi-ku, bu fikrga qanaqa qaraysiz? endi aka kamariga chempionlik jangi kelgandan keyin qiladi. Iloji yo'q-da. Da. Hozir bitta bo'ydagi o'sha men kamariga bo'y beradi. Hım. Virus chiqdi, yiringlab ketdi sonim. Bir ikkita xatolar qilib qo'ydim. Bitta yutkazganingizdan keyin endi baribir hayollaringiz boshqacha bo'lar ekan. 2-yu 1ga yutgan holatingizda ham mana shu bir ovozdan deb o'qib yuboradi ular. Oktagon ligadagilar. Kamil Gusayinov bilan o'sha revansh ehtimoli bormi? Xudodan aka hozir Assalomu alaykum. Yaxshilar, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Mavlonbek Mirkomilov. Assalomu alaykum aka. assalomu alaykum aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. O'zi qanaqasiz? Sog' salomatmisiz? Zo'r, rahmat. Xudoga shukr aka. Zo'r lekin deydi-ku. Oxirgi paytlarga faqat o'sha Primoyda kommentdagi muxlislarning fikrini o'qiyapman. Sizni aytishgandi. Shuning uchun nima deydi? Har bir muxlisni hurmatini joyiga qo'ygan holda sizga mana qo'ng'iroq qildik. Bu 10 savol loyihasi. Birinchi bo'limda 10 ta savol bo'lmaydi. Ikkinchi, uchinchi bo'limlar, ya'ni qolgan bo'limlarda 10 ta savollar bo'ladi. Birinchi bo'limda aka-uka chaqchaqlashib o'tiramiz. Mabodo men bergan savolni mabodo qaysidir yoqmasa, bemalol javob bermasa keyingisi deyishga haqqingiz bor. Montajda kesib yuboramiz. Are you ready? Ha, tayyormiz. Let's go. Birinchi bo'limni birinchi odatiy savoli shuki, nimadan boshlangan sport karyera, kim tomonidan, kim birinchi sportga olib borgan, qaysi sport bo'lgan, professional sportgacha bo'lgan yo'lni aytib bersangiz yaxshi bo'lardi. Bilaman, boshqa joyda ham aytgansiz, endi bu loyihada ham aytsangiz, birinchi intervyumiz bo'lganligi hisobiga. Ismoil aka, men aka beli kurashdan boshlaganman. Bizni oilamiz polni beli kurashchi bo'lgan. Amakim ham Azbek Mirkomilov va Jasur Jo'rayev degan trenerim, ikkitala trenerim. Ikkovsi ham beli kurashchi bo'lgan. Beli kurashi unda rezultatlar zo'r bo'lgan. O'zbekiston chempioni bo'lganmiz. Islomxonda xohlasa. Keyin sekin o'zi amakim o'sha MMA sportga qiziqadi. Shunga Azbek Mirkomilov amakim olib kirgan edi aka. Mana qora kiyimdagi ustozim Azbek Mirkomilov. Shu bu yoqdagi ham ustoz bo'ladi, Jahongir Qoraboyev, o'zimiz Andijondan. Yana bitta ustozim bor, Jasur Jo'rayev. Ikkovsi ham shu boyvoy samurada yaxshi rezultat degan qiziqishadi MMAga. MMAga olib kirgan bizda shu insonlar bilan Azbek Mirkomilov, Jasur Jo'rayev. O'zi asli bizni bazamiz beli kurashdagi. Yaxshi. Xo'p, birinchi professional liga qaysi bo'lgan? Atayib bo'lgan Muzaffar akaning ligasi. O'zi Andijonda bo'lgan, shuni o'qishganmiz. Atayib 8 da boshlaganman. Rekord necha Atayibda? Rekord 5-1 shunaqa bo'lib, keyin ozgina muddat to'xtab qo'ygandan keyin oktagonga o'tganman-da. Kim tomonidan to'xtagan? Ya'ni Atayev tomonidan sizga taklif yo'q, Atayev просто jahon chempionati Muzaffar akaning federatsiyani boshlig'i edi-yu. Shu jahon chempionati, O'zbekiston chempionatlar juda ko'p bo'lgani uchun vaqtinchalik to'xtatib turgani uchun men oktagonga urushib turganman. Shu uchun xudo xolasa endi kamariga bo'y beraman deyapti, ko'ramiz-da. Birinchi oktagonnikini urib, keyin unikini uramiz-da inshaalloh. Atayevga yana qaytishingiz mumkin. Birinchi oktagonda chempion bo'lamiz, xudo xolasa, keyin unda ham bo'lamiz, xudo xolasa. Keyingi liga mana oktagon bo'ldi. Oktagonga o'tishga kim yordam berdi va nima deydi? Qanday bosqichlardan o'tilindiki oktagonga kirish uchun? Atayevni urishib yurgan paytimda mana Parviz aka bilan Achon aka nima kongressiya bo'lganda tanishib qolishgan ikkovsi. Respublika chempioni bo'layotganda shu yerda turib akam telefon qilgan, oktagonda urishaversanmi, bitta bola beryapti deganda urishaveraman deganman. Saperlikni ko'rmasdan olganman. Shu kirib borib, Almataga borib yutganman, kontrakt berishgan. Shu kirib ketgan. Birinchi jangingiz oktagonda kontraktsiz bo'lgan. Birinchi jang. Ashitda yutganman, keyin bergan bo'ldi. 4 ta bo'yi kontrakt bergan. Yaxshi. Xo'p. Endi aka, siz adashmasam 1-2 yilcha oldin o'zi kamarga yaqin turgandingiz-a? Oktagon kamariga.
nima временный chempion ham bo'lganman, просто 100 gram vес qilolmaganman. Uni bilaman. Savol shundaki, u payt Doston Bozorov chempion edi. Siz Doston Bozorov bilan kamar uchun jang qilishingiz kerak edi, a? Ha, bu qo'lim travma bo'lib qolgan, qo'lim suvga yorilib ketganda отказ bo'lib ketib qolgan. Bir hafta 10 kun qolganda shu qo'lim travma bo'lib qolgan. O'sha veslarni уже to'g'irlab, hamma yoq qilib oldim. Qo'lim ozgina suvga yorilib ketgan, отказ bo'lib ketib qolgan. Qo'lim bahana bo'lib orqaga ketib qoldim-da, bir yil kech bo'lib ketib qoldi. Jangda yorilganmidi? Ha, jang уже sanalari qo'yilib, bo'ylar desa hamma yoq aniq bo'lgandan keyin уже bo'yga bir hafta yo 10 kun qolganda qo'lim travma bo'lganda, ash bezagonga baytdi. Doston Bozorov bilan jangdan oldin. O'zi mana Ikkovimiz kartlarimiz chiqib, o'zi mana shu ikkita bitta bayroq ostidagi insonlar jang qilmasin deb muxlislar aytadi-ku, bu fikrga qanaqa qaraysiz? endi aka kamariga chempionlik jangi kelgandan keyin qiladi. Iloji yo'q-da. Da. Iloji yo'q. Bu sportning interesi bu yoqda solimalik qilib aka-uka bo'lib yuraverasiz endi. Hammani ham orzusi bo'ladi. Bitta ligani chempioni bo'lish hammani ham orzusi-da, misol. Xo'p, Tailanddagi Zubor qaysi jangdan oldin edi? Buni Fazliddin Madrahimov, Karim Madrahimov. Muay Thai'da ham urushgandingiz, a, Tailandda? Ha, Muay Thai'da urushdan ko'p stoyka ishladim-da. Hozirgi kunda sizni karyerangizda kamar uchun yo'l qanchalik yaqin, yoki kamar uchun nima deydi, qanday takliflar bo'lyapti, qanday bosqichda hozir kamar uchun bo'lgan jangingiz? Aka, hozir men o'sha kamarda misol временный chempion bo'lganman, endi ozgina o'rtada поражение bo'lib qoldi. Hozir oxirgi urushgan bolaman, to'pdek bola, yaxshi bolani urdim. Hozir bitta bo'ydagi o'sha men kamarga bo'y beradi. Tazabeyni beramiz deyapti. Xudo xolasa yo uni yo boshqa shu to'pdagilardan bittasini ursam bo'ldi. Xudo xolasa kamarga urishaman inshaalloh. Fazliddin Karim Madrahimov bilan bo'lgan jang haqida aytib bering akajon, qanaqa tayyorgarliklar ko'rilgandi? O'zi aslida qanday bo'lishi kerak edi? Nima o'xshadi, nima o'xshamadi? Endi u bilan tayyorgarlik paytida Tailandda bo'ldim. Qashqi 35 kun 40 kun shu yerda bo'ldim. Raza keladigan paytimda aka oyog'imga virus chiqdi, yiringlab ketdi sonim. Endi u bahona emas, shuning uchun ham bahona qilmasdan chiqib urishdim. Mana trenerlarim urishmay qo'yaver, soning mana bo'lib ketibdi desa ham urishdim. Ozgina quvvatim, kuchim yetmay qoldi. Misol kurashaman desam ham mana shu oyog'im qamp berdi to'g'risi aka, o'zim bilaman. Trenerlarim biladi, boshqasi biladi. Endi boshqalarga aytsanglar boshqacha tushunadi to'g'risi, uni aytish keragi yo'q. Xudo xolasa u bilan ham bo'ladi inshaalloh. Hozir birinchi men kanal so'radi, shu bilan urushsam keyin u bilan ham urishaman xudo xolasa aka. O'sha birinchi raundda kurashlaringiz nimaga o'tmadi deb o'ylaysiz aka? Nimani xato qildingiz? Birinchi raundda aka ko'p sarflab yubordim-da, kirib mana turgan holatimda ko'p turib qoldim, mana oyog'ini ushlab, chiqib yana boshqatdan qayta kirmadim, bitta joyda ko'p turib qoldim-da. Bir ikkita xatolar qilib qo'ydim. Bitta yutkazganingizdan keyin endi baribir hayollaringiz boshqacha bo'lar ekan. Shuning uchun mana yana xato qilib qo'ymay deb turib, hali qiladiganingizni to'liq chiqara olmaysiz ekanda. Birinchi raundda kurashga kirganingizda, kurash uslubiga kirganingizda tirsak zarbalarini sizga berdi. Bu qanchalik og'riqli edi yoki siz his qilmadingizmi bu zarbalarni? Yo'q, his qilmadim aka. Bo'ynimga nima uryapti? Bo'ynimga uryapti. Bittasi kallam orqa miyamga urgan paytda keyin ashundan nima qildim? Orqa miyamga urib yubordi bitta tirsak. Kallamni qiyshaytirib yubordi. Shundan keyin bo'ynimga tegdi, umuman his qilmadim aka. Xo'p, nimaga mana bunga o'xshagan seriyalarni kam ishlatdi? Sababi nimagaki? Aynan shunaqa serialni 2-3 marta adashmasam ko'rdim-man. Har bitta ishlatganingiz o'tgandi-da. U ham чисти boksyorskiy qilib ishlatdi aka. 1-2 marta urdim, endi har bitta narsani qaytarib olsangiz bo'ladi-yu, любой. Misol menga ham ishlatsa men ham bilaman. 2-3 marta ishladim, 3-4 marta o'tdi, keyin yani haddan ishlagim kelmadi bo'lsak, ya'ni. Yana nima qilib qo'ymaydi. Xo'p, o'sha bitta narsani qaytarib olsangiz bo'ladi-da. Bo'lib qoladi, to'g'ri. Xo'p, ikkinchi raundda o'sha oxirgi daqiqalarida
Sizda kuchli zarbangiz o'tdi. Mani nazarimda Madrahimov ozgina o'sha nima deydi, nokdaun holatini sezganday bo'ldi mani nazarimda. Agar siz ham shu narsani sezgan bo'lsangiz, nimaga dabibayni qilmadingiz? Radulov deganimda o'sha u nima o'zini muvozanatini yo'qotdi, keyin o'zini tikkalashga ulgurdi u Fazliddin Madrahimov. Keyin uni qilib stoykada endi ular yaxshi-yu aka. Bizni spesimiz kurash. Lekin men o'zimcha stoyga ishlardim. Buni Tailandda hamma stoygalarda ishlab. Intervyuni ham stoykada ishlayman dedim, mana buni stoykada urishdi, baza qilib urishdi aka. Krosslarim hammasi o'tdi. Kross bokovoylari, razlov bo'lganlari hammasi o'tdi. Xo'p, o'sha jang tugagandan keyin siz g'alaba qozondim deb o'sha nima deydi, oktagon tepasiga chiqdingiz. Agar misol o'zingizni g'alaba qozondim deb o'ylagan bo'lsangiz, qaysi raundlarni o'zingizga bergandingiz? Men aka birinchi raund bilan uchinchi raundni oldim deb o'yladim. Ikkinchi raund berib turib, bir bilan ikkini, yo'q, uchta oldim deb o'yladim. Unga berib oldim. Birinchi raundda anaqa setga yopishtirib qilib kontrol qilsa sizga ball beradi. Keyin uchinchi raundni men oldim deb o'yladim. Uchinchi raundda bir ikkita tabiat amalga oshirdim. Proxodlarim ikki marta yiqitdim. Keyin setga olib yopishtirib nima qildim. Kontrol qildim. Shu oldim deb o'ylasam unga berdim. Ularni mediasiya ham bor o'yinda aka. Hakamlar qarori ham единогласный решение bilan bo'lganiga qanaqa qaraysiz? Endi aka men o'zimga ham bo'lgan, misol 2-1 ga yutgan holatimizda ham mana bir ovozdan deb o'qib yuboradi ular. Oktagon ligadagilar 2-1 deb anaqa qilib o'tirmaydi. Shu bir ovozdan deb gapirib yuboradi. Misol o'zimga ham yutganimni shunaqa deyishgan. Oktagonda birinchi bo'limda shu birinchi raund yutganman, ikkinchi raund yutkazib qo'yganman, uchinchi raund yutganman-da. 2-1 ga yutganimda shu bir ovozdan deb o'qigan misol. Shunaqa ko'p shunaqa qilishadi o'zi aka. Xo'p, keyingi planlar qachon? Keyingi aka bu kecha Parijdagi menejerim telefon qildi. 27 ga tayyormisiz dedi. 27-iyunga. Azarli bilan bo'ldi. Men 13-iyunga urushaman dedim. Xumarini Toshkentda qiziqarli bo'ladi aka dedim. Shuni urushaman Tazabek bilan desam, Tazabek ozgina dam ol aka, 27 ga urushasiz deb Almataga bo'y beryapti. Hozir aniq emas hali aka. Men Xumarini urishim bor aka Tazabek bilan. Xo'p, o'sha Parijdagi haqida o'zingiz gapirdingiz va menga bitta savol bor ediki, nima deydi o'sha Parviz akani nimaga siz ko'tarib yerga urdingiz aka? Parijdagi Tailand paytimda Parijdagi Ali Abdulaziz Islom Mahasib otganini Parijdagi atletga qilib istoriya qo'yganman men. Keyin kelib shuni yutsam qilaman deb 2 safardan beri amalga oshmaydi. 3-chi safar otdim-da. Xo'p, aka. Parizdagi men bilan ko'rishadi deb turib kelyotdi. Biroz o'tashadi. Ya, yaxshi odam. Sizga bonus beraman, bonusga loyiq jang bo'ldi deyishdi. Itoga siz bonus oldingizmi yo'qmi aka? Oldim aka. Nech pulga o'sha? Endi bu aka to'g'risi gonorari ham, bonusi ham kerak bo'lsa vitamizatsiyalarimiz ham yetmay qoladi aka. Bonus ham endi bonus prosta yaxshi bo'y ko'rsatganingizga endi bonusingiz motivatsiya bo'ladi, to'g'risi aka. Hali yana ham keyingi bo'ylarga qiziqish oshadi yana ham. Hojiboy Tojiboyev aytadi-ku, unda sigir o'ldirayotgan paytda sutini sog'adi. Harna deb deydi-ku piyolacha bilan. Shunaqa. Kamil Gusaynov bilan o'sha revansh ehtimoli bormi? Bo'ladi aka. Hozir Parviz aka bilan aytsam, uka dedi, mana Manguda urishar ekan yaqinda, 6-kuni shu urush olgandan keyin men shuni ustida ishlayman dedi-yu. Oktagonda misol gonorarida ko'p so'rayapti-kan, u kamar. Agar oktagonga kelmasa, Manguga o'taman. Manguda ham bo'lmasa, boshqa joyga o'taman. Xudo xolasa urushaman shu bilan. Nima qilib bo'lsa, inshaalloh. Yerga kirsa, qulog'idan, osmonga chiqsa, oyog'idan tortaman deysiz-da. Xudo xolasa aka, urushmasam bo'lmaydi.
Yo, nima uchun ya'ni bu jang sizga bunchalik важный? Yutqizib qo'yganimdan keyin sразу 10-15 kundan keyin Tailandga ketdim. Fazliddin bilan bo'lgan aytdim. Har shanba u yerda grappling zalida bolalar keladi. Har xil kuchli bomba keladi. Professional boyslar keladi. Grappling bo'ladi, kurash bo'ladi aka Tailandda. Shunda ko'rishib qoldik, kurashdik. 5 minut 1 raund ishladim. Hamma taraflama uni oldim-da to'g'risi aka. Ha. Keyin men charchadim deb oldim, u deb oldim, bu deb oldim. Endi xudo xolasa qani revansh berib bo'lsa, olib bo'lsa urushamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Birinchi raund o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi raundga o'tamiz. Ikkinchi raundda aka men sizga suratlarni ko'rsataman. Ushbu suratlarda ikki sportchi yashiringan bo'ladi. Suratga qarab qaysi ikki sportchi ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi Bittasi kim ekan endi? To'g'risi aka bularni bilmadim. Buni aytaymi endi? ha. Mavlud Tefiyev bilan uni UFC'dagini bilmayman aka to'g'risi. Mavlud Tefiyev bilan ikkinchisini, birinchisini bilmayman. Mavlud aka qaysi vestda urishadi? 66 da ursa kerak edi. Ha, UFC'dagi 66 larni eslang. Top 15 dan. Hali Kal. Nima bilan urushdi? Brazil, Meksikalik bilan urushdi yaqinda. Kalroq bor, Mo'ylovli. Da. Yo, emas. To'g'risi aka. Ha, bo'ldi. Islom Mahasib bilan urushgan. Da. Keyingisi? Keyingisi kim endi? Amirxon Xo'jayev bilan ana Petis emasmi? Petis degani bo'lasiz-ku. Amirxon Xo'jayevligini bildim. Orasini ham aka to'g'risi UFC'dagilar ko'proq tanimayman. Men 70 kiloda shu tanali Islom Mahasib boshqa hammasini taniyman. Keyingisi? Bobur aka bilan Volkanovski. Ha, gap yo'q. Spasibo. Mana shu yerda bitta qarsak qo'yib yuboramiz. Keyingisi? Ali Abdulazizmi? Kasri shunday. To'g'risiga tanimadim buni. Yo, buni tanimasangiz siz вообще sport tashlab yuborasiz. Jang olmay qolasiz. Fariz aka. Hop, Parviz aka bilan kim? Ali Abdulaziz bilan Fariz aka. Keyingisi? Ali aka bilan haligi hozir 61 da chempioni bo'ldi-yu, Joshkuanmi va keyingisi Woodtaker bilan Bobur aka. Bobur Tagiyevni bilan Bobur Tipiymi, Bobur Tagiyev degan bor. Ochaveraymi? Ochaveraymi? Bobur Tipiyev. Keyingisi? Men bilan Mavlon Kamilov bilan nima? Holloway. Gap yo'q. Sizga rahmat. Boringizga shukr, sog' salomat bo'ling.